Shu odam to'g'ringdan chiqib qolsa nima degan bo'lardi? Odam emassan derdim. Surprise! Agar shu inson to'g'risida bo'lib qolsa nima degan bo'lardingiz? Ayol kishimi, erkak kishimi? Sevaman derdim. Yo, to'xtang. Aka, mana shu odam to'g'risida turganda nima degan bo'lardingiz? Qarzingni ber degan bo'lardi. Juda chiroylisiz degan bo'lardim. Rostdan. Bariya qali. Voy bila. Aka, agar to'g'risida shu inson bo'lib qolganda nima degan bo'lardingiz? Janim, dekalo, mid gayi durya, मैं यहाँ bo'ldi, qolgani yo'q. Xarajat qilib qo'ydik, harakat qilaylik deysdim. Voy bila. Men seni çok seviyorum degan bo'lardi. Tanishganimizdan xursandman degan bo'lardim. Qachon bir o'tiramiz 50 qilib degan bo'lardim. La'natlar bo'lsin. Tanishganimizga la'natlar bo'lsin. Tur yo'qol botdan degan bo'lardim. Foto. Seni juda ham yaxshi ko'raman sevgilim degan bo'lardim. Yo'qol olimdan degan bo'lardim. Tur yo'qol bu yerdan tezroq. Tizza bo'yiga bichar qilgan bo'lardi. Shu odam bilan. Yaxshi inson, samimiy. Çok seviyorum desa. Qachon bir aylanamiz?